Yukarı leksiyanın devam hürmetlik vatandaş bugün çizsaq 2021 yıl 11 ayının 13 günü. Amerika Cumhuriyet Kompartiyası'na ait uçuk tonuş bilen klimat özgürüşü yolu yüzlengendek Cumhuriyet Kompartiyası. Amerika'nın kelgisi energiya kurulmasını Cumhuriyet bilen bulgan münasebet üstüge kurup çıkmaslığı gerek. Klimat kelişiminin kaynedeki kıstarıma bayan. Amerika devlet içinde Cumhuriyet'in bastırışı kuşurgan Amerika peş devlet içinde Cumhuriyet'in bastırışı kuşurgan Uygurlarının ahvalıga Amerika'nın sada kaytırışı izçil müracaat kılınmakta. Kişilik hukuklu klimat özgürlüğe tegişki olmaydı. Şinjan, Müstemlik Uyguristan, Quyosh energiyasi bataryasi ishlab chiqaradigan rayon. Prezident Joe Biden hukumatining pakiz energiya planiga munosabatlik. Klimat elchisi Jon Kerry mundaq ko'rsatdi. Men bu ish to'g'risida o'zimning qarashlarini samimiy so'zlab keldim. Lekin mening xizmatimning muhim nuqtasi klimat o'zgarishiga ega bo'ladigan odam bo'lishdan iborat. O munda ko'rsatdi. Mayli qandaq masalalar o'tirg'i chiqsa, Amerika Cumhuriyeti o'rtaq tirishchilik ko'rsatib, ko'mir qalashga taynib qilishni azaytishimiz kerak. Hozir tashlagan har bir qadam intayin muhim qadam. Nayt uzun bir safar bizni kutib turibdi deb ko'rsatdi Jon Kerry. Tashqi siyosat jurnalida maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. COP 26 navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining klimat yig'ini kishilik huquq masalasi bo'yicha sukutda turdi. Muhit asrash qahramonlarimi Beijingni ranjitib qo'yishdan qo'rqib, tor betlarda va ijtimoiy aloqalarda Tibet, Uyg'uriston, ya'ni Şinjan, Hong Kong kishilik huquqlari masalasini eg'izga ola olmadi. Ali Baba bayrağı astidiki Hong Kong janubning sari gazeti haftaning 4 kuni Amerika Cumhuriyet klimat o'zgarishi birlashma bayonoti to'g'risida to'xtalib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhuriyeti raqobati klimat o'zgarishidagi tadrijiy harakatlarga buzg'unchilik qilib kelishi mumkin. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Cumhuriyet Amerika ishki tarafdan birlashma bayonotini ehtiyotchanlik bilan qarshi olamiz. Lekin klimat o'zgarishi mutaxassislari mundaq ansirdi. Davomlashgan jiddiy munosabatlar qadam-qadam kelishim hosil qilish makonini cheklaydi. Bu gaplarni tashqi dunyo mundaq tushundirdi. Cumhuriyet Amerika tarafdan qadam-qadam yumshab kelishini umid qilyapti. Demak, Amerika tarafdan yumshab kelishini hozir Cumhuriyet umid qilyapti. Xabarlarga asoslanganda Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping kelar haftaning 1-kuni, ya'ni 15-kuni ekran suhbati o'tkazdi. Bu ikki rahbarning bir yil ichida 3 qatim dialoglashganligi bo'lib hisoblanadi. Vaqt avval 2 qatimdan uzunroq bo'ladi. Leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandoshlar.